7 yildan buyon mani vesim 32 kilogramm va o'lib qolganim yo'q. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Birgalikda ishimga makiyaj qilamiz hamda vesim haqida gaplashamiz. Xo'p, kelinglar sizlarga vesim haqida gapirib beraman. O'zi yoshligimdan mani vesim juda ham kam bo'lgan. Mani jussam kichkina yoki bunchalik vesi kam insonga o'xshamasam-da, vesim doim kam bo'lib kelgan. Hatto 3-sinfligimda medsestra kelib hammamizni vesimizni o'lchaganida meniki 18 kilo chiqqan. Sinfda eng kam ves menda bo'lgan va hamma sinfdoshlarim ustimdan kulib, "Voy 18 kilo chiqdingmi? Voy 18 kilo chiqdingmi?" deb kulishgan. Kam vesim men uchun hech qachon qiyinchilik tug'dirmagan. Hattoki hozir ham 21 yoshimda mani vesim 32 kilo, rasmni tepaga qo'yib qo'yaman. Hattoki meni onam menga homilador bo'lgan paytlari veslari 38 kilo bo'lgan. O'sha uchun ham men vesimdan umuman qo'rqmayman, chunki onam shu 38 ves bilan meni, singlimni, ukamni bemalol dunyoga keltira olganlar. Va shuning uchun men 32 kilodan hatto 40 kiloga chiqqim keladi, chunki farzand dunyoga keltirishim bor. Odamlarning vahimasini inobatga olmaganda 32 kilo vesim menga hech qachon diskomfort tug'dirmagan. Ya'ni bemalol sog'lom odamlardagi yura olaman, hech qanday og'riqlarsiz yoki hech qanday vahimalarsiz. Odamlarni meni vesim haqidagi gap so'zlarini deb shu darajaga kelganmanki, onamdan gormon olishim kerakligi haqida juda ham ko'p marotaba so'raganman, iltimos qilib. Onam meditsina sohasida ishlaydilar, lekin ruxsat bermaganlar. Kollejda birinchi kursligimdan beri hozirgi 21 yoshimgacha men 32 kilodan umuman o'zgarmaganman. Ya'ni harakat qilaman, ko'proq yeyman, haddan tashqari kechasi bilan yeb chiqaman, maksimum 35 kilogacha chiqa olaman va yana qayta tashlab qo'ygan evaziga 32 kiloga qaytib qolaman. O'ylab qarasam, odamlar semiz bo'lsangiz ham gapirishadi, ozg'in bo'lsangiz ham gapirishadi. Ozg'in bo'lsangiz voy bu qanaqa tug'adi deyishadi, semiz bo'lsangiz ham voy bu qanaqa tug'adi deyishadi. Semiz bo'lsangiz voy bilqillab ketdi deyishadi, ozg'in bo'lsangiz voy cho'p ekan deyishadi. Nima uchun men odamlarning gapi deb vahimaga tushishim kerak? Nima uchun men semiraman deb dorukol olishim kerak? Nima uchun men semiraman deb kechqurunlari bilan ovqatlanish tartibimni buzib, ovqatlanib chiqishim kerak? Nima uchun? Kim uchun bu? Meni hozirgi vesim ham qoniqtiradi, hozirgi vesim bilan ham sog'lom mazza qilib yuribman. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor. Semiraman deb odam o'zini har ko'yiga solishi menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa hammadan like va kommentariy kutib qolaman. Hammaga xayr.